Hammaga assalomu alaykum. Men Angliya mavsumiy ishlariga bormoqchiman, lekin ishda nimadan boshlashni bilmayapman aka. Iltimos yordam bering. Registratsiya qachon ochiladi? Qanday qilib ketaman? Meni u yerda kim kutib oladi? Nima qilishni bilmayapman-da, shuni iltimos o'rgatib yuboring degan savollar juda ko'p kelyapti. Bu savollarning ichida eng achinarli holati boshqa ish qilmasdan Angliyaga ketaman deb o'zini o'zi ishontirib olib, har xil saytlarga kirib registratsiya anketalar to'ldirib topshirib yotibdi. Undan tashqari internetda yoki Instagramlarda Angliya mavsumiy ishlariga jo'natib yuboramiz seni degan e'lonlarga ishonib pul to'lab yotibdi. 400 ming, 300 ming, 1 million, 2 million, 3,5 million, 6 million qilib. Endi shu savollarga javob beraman. Yaxshilab eshitib turasizlar. Xo'p. Men Angliya mavsumiy ishlariga bormoqchiman. Hozir nima qilay? Angliya mavsumiy ishlariga registratsiyalar hozir yopiq. Qachon ochiladi? Ochilsa migratsiya agentligi tomonidan ochildi, registratsiyadan o'tinglar degan e'lon qo'yiladi. Shu e'londa link joylanadi. Bu linkdan siz kirib registratsiyadan o'ta olasiz. U 2026-yilda oxiri, 27-yilda boshida sodir bo'lishi mumkin bu voqea. Nimaga unaqa deyapman? 2026-yilda borib ishlaydigan bolalarni Hops kompaniyasi 2025-yil sentyabr oyida tanlab saralab olib bo'lgan. Shu bolalar hozir 2026 boshidan boshlab yanvardan ishga kelishni boshlaydi. 2026 oxirigacha kelaveradi, kelib ishlab ketaveradi 6 oy. Siz do'stim, hozir ketaman deb turgan bo'lsangiz, o'zingiz aldamangda. Bir kasb, hunarni topib ishingizni ishlayvering. Ishingizni topib, oilangiz, tirikchiligingizni, bola chaqangizni boqavering. Qachonki ochilib qolsa, shu telefoningizda 5 minut vaqt ketadi. Shunday anketani to'ldirib qo'yasiz. Chiqsa, sizni qabul qilsa, qildi. Agar qabul qilmasa, yana ishingizni davom ettirib ketaverasiz. Bu narsaga ketaman deb ertalabdan kechgacha internetda u bilan yozishib jo'natib yuboraman deganlarga ishonishingiz shart emas. Yaxshilab gapimni tushunib oling. Angliya mavsumiy ishlariga jo'natish faqat migratsiya agentligini qo'lidan keladi xolos. Boshqa sizga shu yerga jo'natib yuboraman, seni jaylab qo'yaman, olib borib qo'yaman deb berayotgan va'dalar hammasi yolg'on. Ehtiyot bo'ling. Chunki buni migratsiya agentligi o'zini veb-saytida katta qilib yozib qo'ygan. Men jo'nata olayman xolos, men bilan shartnoma qilgan xolos ular deb. Sizga kimdir va'da berayotgan bo'lsa, siz qattiq o'ylanib ko'rishingizga to'g'ri keladi. Salomat bo'lasizlar.